Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevaning tavallud topgan kuni munosabati bilan e'tiboringizga shoiraning Osoyishta Sham nomli kitobi book treylerini havola etamiz. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga samimiy insoniy tuyg'u va fazilatlar, sevgi va sadoqat, mehr va muhabbatni tarannum etuvchi, o'zbek xotin-qizlarining orzu va armonlarini kuylovchi shoira sifatida kirib keldi. Halima Xudoyberdiyeva o'z she'rlari bilan jamiyatda ayollarga nisbatan hurmat va mehrni kuchaytirishga hissa qo'shdi. Uning muqaddas ayol she'ri bilan aytiladigan qo'shiq hanuz sahnalarda yangrayotir. Ushbu Osoyishta Sham deb nomlangan to'plamda ham xalqning dilidagi dardni yorqin ifodalovchi she'rlar jamlangan. Bo'rilarning eshigida. Egilmagan tik boshimni egdim siz sabab. Toshdan qattiq devorlarga boshimni urdim. Alloh ko'nglin yumshatsin deb, qilmasin deb daf. Bo'rilarning eshigida sarg'ayib turdim. Oyog'ingizgacha yalab yotdi bo'rilar, yedirdingiz, bo'g'zigacha botdi bo'rilar, qaltis kunlar kelganining hidin oldi-yu, kuni uchun tag'in sizni sotdi bo'rilar. Toza yurak tovonlarda toptalgan mahal, azal ko'z yosh qayg'u g'amga em bo'lib kelgan, makruh hiyla bijg'igan bu dunyoda azal, qo'zichoqlar bo'rilarga yem bo'lib kelgan. Shuni bilib, hammasini bilganim holda, tag'in siz deb devorlariga boshim uraman, qorda ivib, yulqilanib quzg'un shamolda, bo'rilarning eshigida horg'in turaman.